Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va stolbeti kuzatib turgan do'stlar. Demak, ustaxonamizda ATEC svarka apparati va bu yerda keyin Resanta PN svarka apparati bor. Xo'p, MMA 350 ATEC svarka apparati teksalar bilan pastlikcha bir xil chiqadi. Hozir ochaman. Bunda chiqishda tok yo'qolib qolgan do'stlar. Ko'radigan bo'lsak, apparat yonadi, lekin chiqishda to'pi yo'q. Tekshiradigan bo'lsa ham chiqishda напряжение yo'q. Bu ko'pincha chiqishda diodniy shotkalari ketib qolsa ham shunday holatda bo'ladi do'stlar. Tak, chiqishda напряжениemiz 0. Chiqish umuman yo'q. Apparat o'zi yonyapti, lekin напряжение yo'q. Hozir ochaman, remontini qilaman va qancha tok berishlarini yana bir qator maslahatlarni berib ko'rsatib o'taman do'stlar. Hop, apparatni ochib oldik. Ichki konstruksiyasini ko'radigan bo'lsak, qaranglar, hamma yo'q chang bo'lib yotibdi. Endi qaranglar, arzon apparatlarda mana shu joyi alyumin bo'ladi. Plata mis bo'ladi, alyumin bo'ladi. Mis bilan alyumin korroziyaga uchilaydi. Bu yerga original apparatlarda laton yoki mis qo'yishadi. Mis bilan alyumin har doim korroziya bo'ladi, yemirilish bo'ladi, apparat ketadi. Xitoy arzon apparatlarda shunday holat. Apparat mana ichkari polni chang bo'layotibdi. Hozir ichini ochib tozalab, to'g'irlaymiz va o'zlaring ko'rasizlar. Do'stlar, apparatni bir oyda bir marta tozalab turinglar, qaranglar. Apparatlarni kuymasdan ishlaydi. Platamizni korroziya bo'lgan joyiga biz plankani qo'yib, masalan, yetib olindi. Tekshirib turib endi klema lavlasi tayyor. Yana to'qinchi.